Hammaga assalomu alaykum. Ismim Shahzod Umirzakov. Tasvision startup kompaniyani hamda Tezgo startup kompaniya asoschilaridan biri ham bosh direktor hisoblanaman. Tasvision bu nima? Tasvision bu sun'iy intellekt asosida chakana savdo do'konlarini savdosini oshirishga yordam beramiz. Ya'ni biz aqlli kameralarni chakana savdoga qo'yilgan holda biz do'konga nechta mijoz kirayotganini, ularning yoshi, jinsi hamda do'kon ichiga kirgandan keyin aynan chap taraf yoki o'ng tarafga burilgani, qancha vaqt sarflaganini, barcha mana shu tahlilni real time vaqtda marketing tahlilini biz uzatib boramiz. Mana shu raqamlarga asoslanib katta brendlar, aynan chakana savdodagilar shu ma'lumotga asoslangan holda savdosini oshirishga yordam beramiz. Hozirgi kunda biz bozorda 5 yildan beri mavjudmiz va 5 yil ichida biz 10 ta mamlakatda ish faoliyatimizni olib boramiz va 2000 tadan ortiq do'konlarga sistemamizni o'rnatganmiz. Avvalambor Tasvision bu sun'iy intellekt deganda aynan ko'rish qobiliyati deymiz. Nega desa, sun'iy intellekt bir nechta yo'nalishlarga bo'linadi. Biz imini ko'rish yo'nalishida ish faoliyatimizni olib boramiz. Bu degani esa Tasvisionda barcha algoritm tahlillar kameraning ichida bo'ladi. O'zimizni ya'ni boshlang'ich etapga keladigan bo'lsak, biz 2019-yilda 9-oktyabrda yuridik kompaniyamiz tashkil topgan va 2020-yilda Covid bo'lgani uchun biz faoliyatimizni boshqa yo'nalishlarga, ya'ni boshqa loyihalarga fokus qaratganmiz va eng qizig'i shundaki, 2021-dan boshlab, 2021-yildan boshlab asosiy shu fokusimizni shu Tasvisionga qaratganmiz. Va birinchi investitsiyalarni biz 2022-yil yozda, iyul oyida jalb qilganmiz. Bu birinchi bir O'zbek Milliy venture fonddan hamda Qozog'istondagi venture fond, Aktivat degan venture fonddan jalb qilganmiz. Jami investitsiyani hajmi $350,000 bo'lgan. Uning ichiga esa ikkita venture fonddan tashqari hamda ikkita angel investor bo'lgan. Ya'ni angel investor deganda bizni jismoniy shaxs qo'llab-quvvatlagan, mana shu mahsulotni yaratish uchun, mahsulotni oxirigacha yetkazish uchun investitsiya qilishgan. Undan tashqari esa birinchi marta tarixda 500 Global, ya'ni 500 Global degan katta bir fond bor, akselerator o'tkazishadi va undan ham $100,000 investitsiya jalb qilganmiz. Jami $350,000 jalb qilgan holda 2022-2023larda jalb qilib va mana shu o'zimizning mahsulotni kuchaytirish, komandani sonini kengaytirish, ekspansiyaga, ya'ni eksport yo'lga qo'yishni boshlaganmiz va 2025da mana mart-aprel oylarida biz yana $1,5 million investitsiyani jalb qildik. Jami shu 5 yil ichida biz $2 million ga yaqin investitsiya jalb qilmoqdamiz Tasvisionga va eng qizig'i shundaki, mana shu yaqinda ko'targan $1,5 million investitsiyani bu yevropalik venture fond O'zbek startapiga, ya'ni shu Tasvision O'zbek startapiga birinchi marta investitsiya kiritishdi. Mana shu hozir investitsiya haqida gapirdik, mahsulot haqida gapirdik, raqamlar haqida, lekin har bir bosqichda, har bitta shu yutuq erishganimizda orqasida bir 1000 tadan oshiq, 100 tadan oshiq bir kamida sinovlar yoki esa, ya'ni fails deyiladi, o'xshamagan aynan qaror qabul qilib va orqasidan o'xshamagan juda ham ko'p muammolarga duch kelgan paytlarimiz ham bo'lgan. Lekin eng muhimi shundaki, fokusni yo'qotmasdan qo'yilgan maqsadlarga maksimal darajada fokus qaratib davom ettirish kerak yurishni. Lekin avvalambor hammasi Allohdan, lekin qo'ygan maqsadlaringiz va o'zingiz o'sha qo'ygan maqsadlarni har bir bosqichma-bosqich nima qilishingiz kerak degan narsani yozib chiqqaningizdan keyin siz o'sha bosqichma-bosqich sekin-sekin amalga oshirib, o'shandagina qo'ygan oliy maqsadingizga erishishingiz mumkin. Startap ko'pchilik o'ylaydiki, bu juda ham oson narsa. Ya'ni boshlab tez Mark Zuckerbergga o'xshab yoki Elon Muskga o'xshab tezda buni katta biznes qilib, katta oborotlarga erishsak bo'ladi degan narsa. Men oldindan tavsiya beraman, startap bu boshlanishingiz uchun sizga bir katta bir duh kerak. Ya'ni agar siz shu startapni boshlab, ham investitsiya jalb qilib, ham mahsulotni oxirigacha yetkazib, hamda mijozlarni muammosini yechadigan bir mahsulot yoki servis yaratsangiz, o'ylaymanki, nafaqat shu bir necha mingta odamga, millionlab yoki milliardlab odamga yordam berishingiz mumkin. Shuning uchun maslahatim shu, agar startap boshlamoqchi bo'lsangiz, faqat olg'a, lekin oradagi kelayotgan o'sha muammolar yoki
shuni hal qilish kerak bo'lganda chekinish kerak emas, faqatgina oldinga harakat qilish kerak degan tavsiya berib qolaman. Endi eng muhim shu gapimning qismi bu startapni qanaqa boshlash. Ya'ni kimdirda agar ideya bo'lsa startapda, congratulations, ya'ni tabriklayman. Endi bu ideyani esa tozalash kerak. Tozalash deganda validate deydi. Ya'ni qanchalik bu ideya muammoni yechadimi agar yechim qilinsa, yo'qmi degan, ya'ni qiymat bormi yo'qmi degan savol berish kerak. Avvalambor kitob bor, Spresso Mamo degan. O'sha kitob juda ham bir katta kitob emas. Buni 3-4 kun o'qib bo'lsa bo'ladi maksimum. O'sha kitobni katta tavsiya beraman, o'qib chiqish kerak. Nimaga? Sababi ko'pchiligi mendan so'rashadi, mana startapim bor, g'oyam bor, qanaqa sotishim kerak, qanaqa sotsam bo'ladi degan fikrlar keladi. Bizni o'zimizning vaqtimizda biz, ya'ni men u kitobni oldin o'qimaganman, lekin o'qib ko'proq chuqurroq tushundim. Lekin to'g'ri savolni berish, to'g'ri savolni qo'yish juda ham muhim. Sababi esa mijozingizga borib prezentatsiyani ko'rsatib, mana shunaqa g'oyam bor, shunaqa ideyam, nima deysiz desa, sizga hech kim yomon ideyang o'xshamaydi deb aytmaydi. Hamma aytadiki, zo'r ideya qilib ko'rgan bo'ladi deb aytishadi. Lekin siz shu o'zingizning loyihangizni, o'zingizning prezentatsiyangizni ko'rsatishingiz kerak emas, o'ta siz savollarni tayyorlab kelishingiz kerak. Ya'ni o'sha potensial mijozingizni so'rashingiz kerakki, xo'p, bu siz hozirgi kunda palonchi muammongizni qanaqa hal qilib kelyapsiz? Nima orqali hal qilib kelyapsiz? Nima yechim bilan, u yechim qanaqa shaklda ko'rinishda? U yechimga hozir qancha pul sarflayapsiz? Qanchalik bu muammongizni yechdi va shu muammongizni oxirigacha yechdimi yo'qmi? Qiymati nimadan iborat? Ya'ni siz ko'proq buni research deydi, ya'ni ko'proq izlanish etapida ko'proq shu izlanib, savollarni ko'proq qilib, bitta potensial mijoz bilan emas, bir nechta, tavsiya qilaman shu 50 ta 100 ta potensial mijoz bilan gaplashib chiqish kerak. Bunga 2 oy, maksimum 4 oy sarflashingiz kerak. Agar 2-4 oyning ichida o'sha 50 ta 100 ta mijoz, potensial mijozlar bilan gaplashganingizda sizda mozaika yig'iladi. Mozaika deganda siz bilasizki, siz o'ylagan boshidagi g'oyangiz o'xshaydimi yo o'xshamaydimi? Ya'ni ustida ishlash kerakmi, kerak emasmi degan savolingizga javob olasiz. Agarda siz o'ylagan o'sha g'oya, startapingizni potensial mijozlar bilan gaplashib, ularga savol berib va ularni javobini olganda, mozaikani yig'ganingizda, haqiqatan qilsam, shu mijozlar olar ekan deb agar xulosaga kelsangiz, ana o'shandan keyin siz birinchi sotuvlarni boshlasangiz bo'ladi. Birinchi sotuv qilganda qanaqa bo'ladi? Yana o'sha qayta potensial mijozlarga borgan holda boshqa ikkinchi etapli prezentatsiyani tayyorlab, ya'ni ikkinchi etap prezentatsiya deganda o'zingizning g'oyangizni, o'zingizning logotipingizni, o'zingizning yechimingizni qo'ygan holda ularga tushuntirib borasiz. Siz menga aytgan edingiz-ku, mamlaqa muammolar bor deb. Shu muammolarni mamlaqa masala bilan hal qilayotganingizni, lekin menda yechim bor, g'oyam bor. Mana shu g'oya mana shunaqa ishlaydi va mana shuning orqasidan shunaqa va shunaqa muammolarni yechadi deb ko'rsatib bera olsangiz, keltirib bera olsangiz, o'shanda potensial mijozingiz potensial emas, birinchi mijozlarga aylanadi. O'sha birinchi mijozlar aylangandan keyin esa siz o'shalarni pullarini oldindan olib, ya'ni avans holda olib, siz keyin esa parallel holatda angel investorlar yoki desa venture fondlardan pul investitsiya jalb qilgan holda mahsulotingizni birinchi versiyasini, ya'ni MVP deyshadi, minimal viable product deyshadi, o'sha birinchi versiyasini mahsulotingizni yaratasiz o'sha pulga va o'sha mahsulotingizni keyin o'sha mijozlarga berasiz. Va bergandan keyin 3-bosqich ular bilan har kuni yoki har hafta review deydi, ya'ni ular bilan muloqotda bo'lib turishingiz kerak. Yana nima qo'shimcha qo'shish kerak, yana yoki desa nimalarni olib tashlash kerak, kerakmas narsa yaratib qo'ygan bo'lsangiz, yoki qanaqa funksiyalar qo'shimcha qilsangiz yana ularning hayotini yengillashtirasiz, yoki desa ular kamroq xarajat qilishni boshlaydi, yoki sizning mahsulotingiz bilan yoki servisingiz bilan ko'proq daromad topadi. Mana shu narsalarni bilganingizda ko'proq ular bilan mijozingiz bilan muloqotda bo'lsangiz, shuni orqasidan siz bilasizki, yana nima qo'shish kerakligini. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, birinchisi bu prezentatsiyani savollar bilan, ya'ni research qilish kerak. Ikkinchisi o'sha mozaika yig'ilib haqiqatan bu g'oyangiz ketmoni uchadi deb aytadigan bo'lsak, qo'pol qilib aytganda,
Shundagina siz mahsulotga investitsiya jalb qilib, ya'ni o'sha birinchi mijozlaringizdan pulni olib yoki deysiz angel investordan yoki venture fondlardan va shu mahsulotni yaratasiz. Uni yaratib bo'lgandan keyin ham mijozlaringizga qaytib, ularga esa shu mahsulot sotishni boshlaysiz. Agar bu o'xshasa, keyingi 4-bosqich bu sikl deyiladi. Ya'ni o'sha takror va takror siklga sotish davomida ketaveradi. 4-bosqichda esa siz masalan o'zingiz borib tanishlaringizdan yoki desa qarindoshlaringizga sotgan bo'lsangiz, 4-bosqichda endi begonalarga ham sotish kerak. Buning uchun siz buni yo'lga qo'yishingiz kerak. Buni marketing machine deydi. Ya'ni qaysi marketing yordam orqali bitta ikkita mijoz emas, 1000 ta mijoz, 10 000 ta mijoz, 100 ta mijoz, millionta mijoz qanaqa olib kelsa bo'ladi degan sizda savol qiynash kerak. Shunda bu bosqich kompaniya qurish bosqichi hisoblanadi. Ya'ni o'sha birinchi 3ta bosqich kichik bosqichlar. Bular startapni ideyani ustida ishlash. Undan keyingi bosqich bu kompaniyani qurish degani. Ya'ni kompaniya qurish deganda marketing departamentini yo'lga qo'yish, sotuv bo'limini yo'lga qo'yish, programmistlarni R&D отдел yo'lga qo'yish, qo'llab-quvvatlash, support ularni yo'lga qo'yish, har bir shu departamentlarda to'g'ri odamni tanlash, to'g'ri komandani yig'ish, to'g'ri KPI qo'yish, to'g'ri maoshni qo'yish, to'g'ri strategiya qo'yish va keyingi bosqichlar qanaqa ichki optimizatsiyalar, qanaqa ichki kommunikatsiyalar bor. Ya'ni ko'proq o'sha biznes qurish boshlanadi. Shu ko'pchilik ideya paytida ikkinchi bosqichdagi kompaniya qurishga o'tib ketishadi. Lekin o'sha ikkinchi bosqichdagi kompaniya qurib bo'lgandan keyin sotuvga olib chiqqanida esa ko'pchilik o'sha muammoga duch keladi. Ya'ni yaratgan mahsulot yoki servisi mijozlarga kerak emas. Yoki esa ular xohlagan narsa emas. Yoki bunga to'lash bunga ya'ni mahsulotga, servisga tayyor emas to'lashga. Bu nimani anglatadi? Anglatadiki, juda ham kam, ya'ni potensial mijoz bilan aloqa bo'lgan. Juda ham kam ular bilan suhbat bo'lgan. Juda ham kam ular bilan mana shu yaratayotgan proses paytida ular bilan gaplashib va ular eshitgan holda yaratish mahsulotni amalga oshirmagan. Qisqa qiladigan bo'lsak, mana shu ikkita bosqichga bo'lamiz va sizlar agar birinchi bosqichda va ichkaridagi birinchi bosqichda bo'lsanglar, o'zingizlarga limit vaqt qo'yishinglar kerak. Ya'ni 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oy. G'oya bilan yillar davomida yurish kerak emas. G'oyani kimlarga yetib qo'ysam, kimlar o'g'irlab ketadi degan fikrni olib tashlash kerak. Ko'pchilikda buni eshitganman, lekin men sizlarga aytamanki, bizani miyamizga kelgan g'oya Xitoydagi milliard odamga kelib bo'lgan. Boshqa mamlakatda amalga oshirib bo'lishgan. Aytmoqchimanki, maksimal darajada o'ylayotgan g'oyangizni ko'pchilik bilan bo'lishsangiz, siz ko'proq insight olasiz. Insight deganda, ya'ni siz yillar davomida tajriba olsangiz, siz kimdagi tajriba bor inson bilan gaplashgan bilan teng bo'ladi. Ya'ni siz kimdir 3-4 yilda bunga erishgan bo'lsa, siz u bilan bo'lishib va ularning insight-ini, ya'ni eng kerakli nuqtalarini bilib olsangiz, siz o'zingizni 1 yil, 2 yil, 3 yil yutgan bo'lasiz. Shuning uchun maksimal darajada varonka deydi. Maksimal darajada ko'proq odam bilan muloqot qilish kerak, ko'proq odam bilan g'oya haqida gaplashish kerak. O'sha boshlang'ich ko'proq potensial mijozlar bilan gaplashish kerak. O'shanda siz bilasizki, bu g'oyani ustida ishlash kerakmi, kerak emasmi. Agarda siz birinchi bosqich va ikkinchi bosqichda hammasi yaxshi ketsa, tabriklayman. Va undan keyingi bosqich bu venture fondlardan investitsiya jalb qilish. Ya'ni venture fondlarga ularga nima kerak? Ularga unit ekonomika kerak. Unit ekonomika bu nima? Bu har bir olib kelayotgan mijozingizni tannarxi qancha? O'sha olib kelgan mijozingizni esa tannarxini bildingiz va undan umr davomida qancha pul olib kelyapsiz? Оборотlaringiz qancha? Marjangiz qancha? Nechta klient bilan ishlayapsiz? Rasxodlaringiz qancha? Kelgan mijozlaringizni necha oydan keyin u siz bilan xayrlashib ketmoqda? Ya'ni o'sha metrikalarni agar ko'rsatib berib, venture fondlarga shu metrikalarni ko'rsatib va ularga prezentatsiya, ya'ni o'sha pitch deck deydi. Ya'ni o'sha prezentatsiyani qilib berganingizdan keyin ular 3 oydan boshlab 1 yilgacha ko'rib chiqib, investitsiya protsessi shu tez bo'lmaydi. Investitsiya protsessi 1 hafta, 2 hafta emas,
1 yilgacha boradi. O'shaning uchun o'z uchun 1 yilgacha vaqt olib qo'ying va hech qachon bitta venture fond bilan gaplashib va venture fondga ishonmang, bittasiga. Nimaga desa, ishonib qolmang. Nimaga desa, sizda ko'proq venture fond bilan parallel tarzda gaplashishingiz kerak. Sababi qaysidir venture fond sizni tekshirib pul kirgizmasligi mumkin va bu sizni ranjitadi va sizni jahlingiz chiqishi mumkin. O'shaning uchun eng qizig'i va har doimdek qilish kerak bo'lgan formula bu maksimal darajada venture fondlarga chiqishingiz kerak. O'shanda venture fondlarning orasida ham ajiotaj boshlanadi va keyingi yakka shoxni yo'qotib qo'ymaylik degan umidda ular o'sha 1 yilda emas, 1 oyda, 2 oyda yoki 3 haftada, 4 haftada qabul qilib investitsiya berishi mumkin. Shuning uchun siz qanchalik ko'p venture fondlar bilan gaplashsangiz, qanchalik ochiq ular bilan gaplashsangiz, qanchalik tez o'sishingizni ya'ni tasdiqlab bersangiz, ular o'shanga asoslangan holda sizga qisqa muddatda investitsiyani ya'ni chekni yozib berishadi. Hozir biz idea stage'dan boshlab idea stage'ni qanaqa qilib pre-seed gacha olib kelishni gaplashdik. Pre-seeddan seed qilish, seeddan series A ga, round B ga, round C ga chiqishlar etaplari bor. Aynan mana shu ideadan agar sizlar pre-seedga chiqsanglar, pre-seeddagi investitsiya jalb qilgandan keyin o'sha kompaniya qurish bilan bo'ladi va uni kompaniya qurish, ichki optimizatsiya, kuchaytirish mahsulotni seed bosqichida уже sotuvlar oborotiga kirishni boshlaysiz va chetga eksportni yo'lga qo'yishni boshlaysiz. Asosiy chet elga eksportni yo'lga qo'yish Series A raunddan boshlanadi va Series A dan esa asosiy investitsiya jalb qilganingiz bu chet eldagi mijozlarga ekspansiya qilish, chet eldagi klientlar mijozlarga marketing orqali ko'proq xarajat qilib, ularni jalb qilish bilan ya'ni fokusingiz ketadi.